Joriy yilning yanvar oyida yangi Suriya hukumatining harbiylashtirilgan tuzilmalarida arab va o'zbek etnik guruhlari vakillari o'rtasida to'g'ridan to'g'ri harbiy to'qnashuvga aylanishi mumkin bo'lgan hodisa yuz berdi. Mojaro Idlib viloyatining Kefraya aholi punktida kelib chiqqan nizodan so'ng boshlandi. Suriya Arab Respublikasi chegara qo'shinlarida xizmat qilayotgan o'zbek millatiga mansub bo'lgan xodim mahalliy aholi vakilidan birining noqonuniy xatti-harakatlari uchun tanbeh bergan. Lekin shunga qaramay, arab millatiga mansub bo'lgan shaxs o'zining noqonuniy harakatlarini davom etganligi uchun o'zbek yigit unga nisbatan jismoniy kuch qo'llagan. O'sha kuni kechqurun u navbatchilik qilayotgan paytda mahalliy xavfsizlik kuchlari uni hibsga olish uchun chegara xodimining uyiga bostirib kirishgan. Ayollar va yosh bolalardan iborat bo'lgan askarning qarindoshlari u bilan bog'lanib voqea haqida xabar berishgan. Ko'p o'tmay uyning egasi 15 ga yaqin qurollangan safdoshlari bilan yetib kelgan. Qurollangan o'zbeklar yetib kelganlarida mahalliy xavfsizlik kuchlari uning uyini tark etgan edi. Ma'lum bo'lishicha, arab maxsus xizmat kuchlari adashib qo'shni uyga kirgan. Keyin esa o'zbek askarining uyiga bostirib kirishgan. Vaziyatni oydinlashtirish uchun qurollangan o'zbeklar mashinalarida Idlib viloyatining Marrat Misrin aholi punktidagi politsiya bo'limiga borishgan. Ko'p sonli qurollangan harbiylarni ko'rgan Suriya politsiyachilari qo'rqqanlaridan bo'lim binosi ichiga kirib bekinib olishgan. Holat oydinlashgandan so'ng qurollangan o'zbeklar safdoshining uyiga noqonuniy kirganlarni ularga topshirilishini talab qilishgan. Vaziyatni jiddiyligini anglagan politsiya xodimlari bu amaliyotni ular emas, balki mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari amalga oshirganini ma'lum qilishgan. Mahalliy xavfsizlik xizmati binosi politsiya bo'limining ro'parasida joylashganligi tufayli xodimlar jarayonni xavotirlik bilan kuzatar edi. Faqat tegishli idoralarning yuqori lavozimli amaldorlarining aralashuvi natijasida qurolli to'qnashuvga aylanib ketishi xavfi ostida bo'lgan mojaroni oldi olindi. 2011-yilda Suriyada qurolli to'qnashuvlar boshlanganidan so'ng xorijiy razvedka xizmatlari va ularning agentlari dunyo musulmonlarini urushga yollash maqsadida internet orqali keng ko'lamli targ'ibot ishlarini boshlashgan edi. Dezinformatsiya va manipulyatsiya harakatlari natijasida musulmon davlatlaridan chiqqan ko'p sonli odamlar soxta mafkuraviy shiorlar niqobi ostida tashkil etilgan islomiy davlat safiga qo'shildi. Tizimli targ'ibot va manipulyativ yollash usullari natijasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan 10 minglab musulmonlar ularga begona bo'lgan qurolli mojaroga jalb qilindi. Tashqi geosiyosiy o'yinchilarning manfaatlari uchun sarflangan va ularning qo'lida o'yinchoq bo'lgan bu inson resurslarining katta qismi befoyda o'lib ketdi. Bashar Asad diktaturasini ag'darish uchun kurash sifatida ommaga taqdim etilgan va 10 yildan ortiq davom etgan urush e'lon qilingan siyosiy maqsadlarning, ya'ni adolatli islomiy davlatni barpo etish g'oyasini to'liq barbod bo'lishi bilan yakunlandi. Asadning avtoritar rejimining ag'darilishi mamlakatni erkin va farovon bo'lishiga olib kelmadi. Aksincha, u shunchaki Ahmad Ashara boshchiligidagi yangi repressiv hokimiyat markazini yaratdi. Suriya urushi siyosiy tizimning o'zgarishini emas, balki shaxslar va tashqi homiylarning o'zgarishini olib keldi. Avtoritar boshqaruv modeli esa saqlanib qoldi. O'z tarafdorlariga adolatli islom davlatini qurishni va'da qilgan Suriya prezidenti Ahmad Ashara amalda shafqatsiz avtoritar rejimni o'rnatdi. Repressiya hukmronlik qilmoqda. Fikr va so'z erkinligi hamda noroziliklar shafqatsizlarcha bostirilmoqda. Tashqi dunyo uchun ko'rinmagan va hatto insonning eng asosiy huquqlaridan mahrum bo'lgan holda minglab odamlar, jumladan chet elliklar, yillar davomida qamoqda saqlanib kelinmoqda. Mamlakat mustaqilligi va suvereniteti uchun chin dildan kurashgan Suriyaning qurolli kuchlari, razvedka va boshqa rasmiy xavfsizlik kuchlarining aksariyat xodimlari Ahmad Ashara va uning tashqi ma'murlari tomonidan qasddan qilingan aldov qurboniga aylanganliklarini allaqachon anglab yetishgan. Ular kurashga kirishgan va dindorlari o'z hayotlarini qurbon qilgan g'oyalar o'zlashtirilib, Suriya xalqi manfaatlariga begona bo'lgan yangi avtoritar rejimni mustahkamlash vositasi sifatida ishlatilmoqda. Mamlakatning kuchlatar tizimlarida norozilik kayfiyatlari va rahbariyatga bo'lgan ishonchsizlik kundan kunga kuchayib bormoqda.
Bu esa o'z o'rnida mamlakat barqarorligini tiklashni juda ham muammoli qilmoqda. Shubhasiz, mintaqada haqiqiy siyosiy va ijtimoiy kelishuvga erishish uchun hali uzoq vaqt bor. Suriyadagi ichki beqarorlik xavfi esa juda yuqoriligicha qolmoqda. أنا ليس لا أنت أنا ليس أعرف وأنت نحن أخوة أكثر كثر على الشيء. أنا ما بعرف جيب ليش ما سبحان لازم نعرف من الشخص من السيارة لم تتبع هنا صورة نمرة السيارة أنت تعرف أعطني نمرة السيارة أنت تعرف لا أعرف أنت تعرف مو أنت مسؤول هذه سيارتنا هذه السيارة لنا تمام أنت مو مسؤول تمام أنت تعرف هون أنا قبلت الموضوع أما نمرة ما في شيء نحن مو ولد شيء ما في زي نمرة أنت تعرف بس هذا مكفي يعني هذا رقم سيارات إلى شهر نمرة كذا هيك ما في زي نمرة يا أخي يا شيخ أنت متأكد أنه من هنا يعني من عرب مصري؟ يعني عم الآن يعني أخي إلى مين مسؤول الجعفري؟ مين مسؤول؟ إيه أشي صار لي شيء أمي من هون سيارة أشي صار لي شيء أمي من هون سيارة يا أخي أمن هيك الطرق نعرف. أمن الطرق أمن الطرق يطلق لا كلي لا زلمة يتناوب على الطريق العام أنا لا أحسن يعني ما بحسن أحصر إنه إنسان ما هو اللي أخي كفرت عملت وجنة خبر بوم تعرف والديني لا كفرة على كل العالم يعرف أنت ما تعرف أخي نحن كبوليس نحن لو عيب مصر ما لي قبل شوي نعم حرمات موسيقى فيه نحن بوليس ليست أمن عام نحن بوليس نحن تمام أنت وأنا مع السلامة الله شيء مدام هو شايف ولا يدخل ما يزعش يدخل ما يزعش يدخل ما يزعش ما بيدين ايوه شنو قلت